Tishlaringizni xavfsiz va samarali oqartirishni istaysizmi? Hozir sizga professional tish oqartirish jarayoni qanday o'tishini gapirib beraman. Muolaja diagnostikadan boshlanadi. Og'iz bo'shliq holatini ko'zdan kechiramiz. Tish oqartirish muolajasiga qarshi ko'rsatmalarni istisno qilish uchun tish emali va milklarning holatini baholaymiz. Keyingi bosqich fotoprotokol. Olinadigan natijani solishtirish uchun fotosurat yordamida tishlarni o'zini rangini qayd etamiz. Tishlarni professional tozalash va milklarni himoya qilish bosqichi hisoblanadi. Bunda oqartiruvchi gel tishlarga bir tekis ta'sir qilishi uchun tishlarni tosh va qarashlardan tozalaymiz. Milklarni himoya qilamiz, ularga izolятsion gel suriladi. Tish oqartirish jarayonida kuyib qolmasligi uchun. Keyingi etapda oqartiruvchi gelni surish jarayoni bo'ladi. Ya'ni tish yuzasiga pigmentlarni parchalovchi, faol komponentlarga ega yorqinlashtiruvchi gel ehtiyotkorlik bilan surib chiqiladi. Keyingi bosqichda oqartiruvchi gelni maxsus lampa yordamida 15 daqiqa mobaynida faollashtiramiz. Bu holat yana 2 marta takrorlanadi. Agar bemor yanada yorqinroq natija xohlayotgan bo'lsa, emalning holati bunga imkon bersa, biz 4-marta ham takrorlashimiz mumkin. Muolajadan keyingi tishlaringizni oqligini uzoq vaqt saqlab qolish uchun kerakli tavsiyalarni beramiz. Orzuyingizdagi tabassumga ega bo'lmoqchimisiz? Siz ham oqartirishni sinab ko'ring.